Ki ben ikisi yana qo'shib yuboring. Ben gibi işte jon. Bolam, menga bitta dona shashlikni nonni o'rtasiga qilib bering, lekin pulim yo'q edi. Bo'ldi, dodam, pulingiz kerak emas. Duo qilib qo'yasiz. Klientlarni jo'natib yuboring, qilib beraman. Voy bobay, sizni betga kim kirg'izdi? Betda tekinga hech narsa yo'q. Bittasini haydasa boshqasi keladi. Boring oyoqqa, klientlarni qo'yindan aytmasdan. Uzr. Toy nima bo'ldi shashlik? Tezlashtirib ber. Nozik mehmonlaydi. Ha, aytmoqchi, nima tekinga shashlik tarqatib olsanmi? Nima otdayning ishxonasimi? Hali xo'jayin kelsa aytaman. Doda, yaxshi ketib qolmabsiz. Mana meni issig'ida yeb oling. Ish yurituvchimizdan xafa bo'lmaysiz. Bugun nasrinasi yo'qroq. Rahmat. Men sizga yoqimli ishdaman. Rahmat bolam. Xo'p. Sizman bundan ko'proq olib kelish kerak. Voy, chaptur xo'jayin keldingiz. Ya, assalomu alaykum xo'jayin. Va alaykum assalom. Ishxona tinchmi? Ha, hammasi tinch. To'g'ri qo'yib qo'ying. Nima muammo bor? Nega telefon qildingiz? Muammo shashlikchi deb. Kassadan kamomad chiqsa shashlikchi aybdor bo'ladi. Shashlikni chunki o'z ko'zim bilan ko'rdim, tarqatib tashlayapti tekinga. Bobur, shashlikchini chaqirib yuboring. Ofisga yuring. Qahron, Sanjar akam gapirayotgan gaplari rostmi? Shashliklarni tekinga tarqatayotgan ekansan. Ha, Sanjar aka? Ha, Keling-a. olim. Men senga kecha aytdim, o'rningga kimni tashib ketasan deb. Ada. Chet eldan joy ochaman. O'sha joyning tepasida bo'lmasam bo'lmaydi. Toshkentdagi joyi kimga tashab ketishni bilmayman. Bitta maslahat bering. Endi o'g'lim, ishxonangda meni hech kim tanimaydi. Ertaga o'rningga kimni tashib ketishligingni aytaman, maylimi? Ketdi. Mana shu bolani tashib ketasan. Hammamiz to'toyi bo'lsa, bugundan ishdan haydab yuborasan. Shundaymi meni? Qani surib o'tdan.